الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد bugünkü dersimiz beşerun fevkal beşer insan lekin hem insanın üstünlük bir insan hem insandan üstün bir insan yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem كما أعجز النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب الذي أنزل عليه Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özüge nazil olan Kur'an-ı Kerim ulug' kitap bilan mo'jiza keltirgandek yoki boshqani ojiz qoldirgandek ojiz degan boshqani ojiz qoldirdi degan yani mo'jiza qilib akasini boshqani ojiz qoldirdi shu Qur'on Kerim bilan boshqalarni ojiz qoldirgandek ajiza bil xuluqil kamil allazi tasama ilayh eng yuqori pallaga o'rlagan mukammal axloq fazilat bilan boshqani ojiz qoldirdi tasama degan o'rlida yuqori bo'ldi sumu deymizmi هذه حقيقة تتنزه عن المبالغة mana bu mubalag'adan pak bo'lgan haqiqatdir mubalag'a aralashmagan haqiqat dedi va tajillu anil israfi va tazayyud tajillu deganimizni biz ulug' bo'ladi dedikku jalla jalaluhu sohibul jalal degan al jalil masalan oshirishdan va ortiq gap qetib qo'yishdan ulug' bo'lgan haqiqat shu deydi ya'ni undan ustun undan katta haqiqat yani hech qanday bir narsa qetilmagan oshirotmagan mubolag'a aralashmagan bir haqiqatmish tazayyud deganmi ortiqcha narsa qetib qo'ymaganmish va nabiy sallallohu alayhi vasallam vasafahu robbul kamalat tun kamolatning egisi bo'lgan zot shu rasululloh sallallohu alayhi vasallamni mush payg'ambarni sifatlab dedi va innaka la ala xuluqin azim haqiqatan sen katta axloq fazilat egisi axloq fazilat ustida وحين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي من پروردگارم نهایت yaxshi tarbiyaladi degan chaqda Rasululloh nasaba ta'dibahu li rabbi o'zini tarbiyalashini o'zining parvardigoriga mansub qildi kim tarbiyaladi shu parvardigori egisi وفي هذا التعبير ما يوحي بخصائص في أدبه mush ifodalashda Rasulullohning adab axloqidagi xususiyatlarni bunda his qildirgan bir mazmun bor ma'no bor edi ma yuhi degan ma yushir degandek bunda his qildirgan ifodalaydigan degandek la yustaghrabu ma'aha an yakuna wahdahu al-mutahalli biha shu axloq fazilatlarni o'zilam egallagan o'zilam shu axloq fazilat bilan zinatlangan bo'lishini ibora bilan undan qilsak u g'alati tuyulmaydi deydi mush iborani anglag'imizda Rasulullohning ham shunda maxsus tarbiyalanganligi bizga g'alati tuyulmaydi deydi va hina qala bu'ithu li utammima makarim al axloq man isl axloq fazilatlarni tamomlashga evatildim degan vaqtida ashara ila anna hadaf ar-risalat al-asma payg'ambarlikning eng yuqori nishoniga ishorat qilgan deydi yani payg'ambarlik evatishga maqsad yoki eng muhim nishon qaysi esa va tasami bil axloqi val qiyam li ummatihi ummati uchun axloq fazilat qadr qimmat jihatda eng yuqori pallaga o'rlashdir dedi haytu la nabiyya ba'da chunki u zotning kim payg'ambar kelmaydi payg'ambar yo'q payg'ambar bo'lmagan ekan eng yuqori pallada axloq fazilatni kamolatga yetkazib shu maqsad ومن كانت هذه وحدها رسالته yalğız alatda şu ahlakını tamamlaş, güzel ahlakını yetildiriş. Muşulam peygamberlik vazifesi, muşulam boğan kişi risalatu diye peygamberlik vazifesi. فهو جدير بأن يكون مصدر هذه المكارم. مش اسم أخلاق faziletlerinin menbaası bulaşık layık zat buludur. Resulullah'ın vazifesi mu şu? Boğan ki Resulullah üze muş ahlak fazilette en mükemmel bulaşık layık. Çünkü şunu yetkiziş için, şunu ügütüş için evatilgen. Vel menba'at tahira li hadihil qiyam. Ve muşu kadir kımmetla, kımmet karışı diyendek, qiyam diyen kımmet karışı, ölçümle, ahlak ölçümü diyendek. Muşu ahlak faziletlerinin en pak menbası bulaşılayır. Ve meta kâne masdaruha ve menba'uha qachani geldi muşu ahlak faziletlerinin menbası, kaynıqı bulup kalgan ahvalda Resulullah şunda menbası mı?
Şunda bo'lgan ekan, fa baynahu va bayna man yanhalu minha min al-farq bayna al-mu'ti wal-akhir. Mush manbadan oladiganlar bilan mush manba egisining o'ttirda bag'chi bilan og'chining o'ttirdagi farq bo'ladi. Yanhal degani biz oladi, o'ginadi, zo'qa manhal. Manhal degan shu oladigan yoki shunda buloqdek narsa. Yanhal degan oladigan kishi, ichadigan kishi. Manhal hadisi. Yana shunda buloq degandek. Demek ustoz bilan shogird o'tirda chuqur ochunda cho'ng farq bo'lish kerak. Inna sahabata qad balagu min al-fadl wash-sharafi wal-kamali mablaghan la yudanihim fi ahad. Sahabalar kimlarda? Aşı Rasulullah'dan axloq o'rganganlar. Al-akhir, Rasulullah al-mu'ti. Yani bu şu o'rganguchilar, ya'ni sahabalar fazilatda, sharafda, mukammallikda hech kim ularga tenglanmaydigan bir martabaga yetgandir. La yudani degan yaqinlashmaydigan. Shunda katta bir martabaga yetgan. Va hum kanu safwata man amana va saddaq. Ular haqiqatan iymon etgan va ishongan, tasdiqlaganlarning eng saflari edi. Yani suzilmasdi. Iymon etgan, tasdiqlagan va jahada vaqtida jihad qilgan va o'zini fido qilganlarning eng saflari edi dedi. Va shahidun nabiyya, yani taqa Rasulullahni o'zlariga ko'rganlar bilan. Rasulullah'ın özgürlüğünden körgenlerinin, fidakarlık kıgallarının, cihat kıgallarının ve işengellerinin sapları ide fantabaat şahsiyatuhu fi nufusin. Şunlar Rasulullah'ın şahsi karakteri ularının küngellerine mühür besilip ketken. Ve sarat mebadiuhu fi kulubihim. Bunun prensipleri, yani Rasulullah kelgen prensipler ularının dillerine ötep ketkenlik. Sarat degan bir narsa ötep ketişini. Ve sulukihim, yana şirkat, yürüş duruş, ama kılıklarga sınıp ketken. Sarat yana sınıp ketken sanım. Felahum min fadli suhbati ma laysa li gayrihim. Aşında boğaçqa, ularga başka hiç kimge bulmagan fazilet tegişlik boğandır. Yani o faziletimiz ibaret Resulullah'lar hemra olab, yenidi yaşap, etrafıda yaşap, muşunda ahlak öğrenişten ibaret, muş fazilet ularga tegişlik boğan. ومع هذه المنزلة التي سموا بها على سائر المؤمنين والمجاهدين يعني بارلıq müminlerin üstüge özlep ketken muşu yukarı mertebe müminler, mücahidlerin üstü turduğan muşu mertebe buluşulan billah yani tehe bu nücumun ular çolpanlardır dedi. Yıldızlar, çolpanlar. Ve nebiyyü sallallahu şemsun tudi'u. Resulullah sallallahu bolsa nur sestirayotgan quyosh. Ağıl bo'lsa, quyoshning atrofida xuddi quyoshga nisbatan yulduzlardek. Bal minhu kana nuruhum. Balki taxe ash yulduzlarning nuri ash quyoshning nuridan kelgan. Yulduzlar o'zi yurmaydi. Quyoshning nuri tushgandan keyin qadaqqa o'xshash yuriydi. Ayni shunday. Va hum jadabil. Tabilar bo'lsa, bular iriq o'stanlar. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bahrun tatarama atrafuhu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bolsa yakı kırgakları kengir ketken. Tarama degan aşında jirak o'zini tashlab ketgan degan. Bir deniz, yani kengir bir deniz. Ve kam fi mawqif haula'i ala jalalatiha ma yufsihu an jasamatil bawni bayna taba'ihim ve tab'ihi. Aşularning pozitsiyalarida mavaqif degan kompozisiya. Bir vaqaga duch kelib qolgan vaqtimizda bizning tutgan pozitsiyamizni mavqif deymiz. Sahobaning ashunda har qanday ahvollar duch kelgan vaqtda tutgan pozitsiyalari bor. Bu pozitsiyalarmi shunda bir katta pozitsiyalardir. Yani yezib qoldirib o'gen gidak. Shunga loyiq bir pozitsiyalar. Ala jalalata ashun kattaligiga qaramay ma yufsuhan jasamatul bawni bayna tabaihim va tabai. Sahabning ashu tutgan pozitsiyalari sharkatlar shunda katta bo'lishiga qaramay, bunda kirishtirib qolsak, Rasulullahning tabiati bilan ashabning tabiatining o'ttirda cho'ng arliq bor edi. Bawl degan arliq, jasama degan yo'g'on, cho'ng. Va ihtimalihim va ihtimali. Ularning bardosh qilishi bilan Rasulullah sallallohu alayhi vasallamning bardosh qilishing o'ttirda katta farq bor. Jasamatul bawl. Jasama degan yo'g'onlik. Bawl degan arliq, farq yoki. Va yufsahu. Yani shuni ochiqlab turadigan narsa bormi? Fasahat yani izoh qilish, ochiqlab turishga
وما كان ينزل عن رأيه لرأي منهم إلا لكمال تواضعه. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özünün rayını taşlap sahabelerinin birazının rayını ilişe faqatlar likemali tavaduhi özün kemterlikinin mükemmel boğallıkı şöyle. Ve harfihi ala şura fi hayatil muslimin. Yani Müslümanların hayatında, turmuşida kengaş, maslahatlaşış, resmenlikte mükemmel boğallık demek. Hada raculun yetaqadahu deynan feyusi'u fi qawlihi. Mesela ma bir kişi Resulullah'ın karşılık keldi deydi. Karşılık kılıp gep sözde sal qo'pollik qiladi. Ve yahummu bihi ashabuhu. Şo'lar Resulullah sallallahu sahabeleri uni adablamoqchi bo'ldi. Yahummu bihi degan ashunga ko'ngil bo'lib uni adablamoqchi bo'ldi demoqchi. Fayaqulu lahum şo'lar Resulullah sahabeleri deydi, "Da'uhu." Bunu qo'yib turinglar. Fa inna li sahibil haqqi maqalan. Chunki haq egisininki ancha-muncha mana gap so'zlar bo'ldi. Haq egisi degan ancha-muncha qo'pol gap qiladi. Bunda gap qilish huquqi bor endi. Maqalan gap so'z. Kulli maqamin maqal. Har bir so'rining o'ziga loyiq shart deyiladigan so'z bor deydi. Har so'ringa munosib so'z qilish kerak deydi. To'y-to'kinda to'y-to'kinga loyiq. O'lim bo'lsa o'limga loyiq. Boshqa avin birodarlar o'tgan so'rin bo'lsa loyiq. Tabliq so'rini o'zga loyiq. Ko'ngilli so'rini o'zga loyiq gap qiladi. Ve yughlidu lahu a'rabiyyun akhar wa ja'ahu yataqadahu daynan. Yani bir Arabi qarzini söylep kelib Resulullah'a qo'pol gap qiladi deydi. Fayahummu bihi Umar. Şuna Umar onunğa qarta adabmoqchi bo'lgan vaqtida fayaqulu lahu nabiy sallallohu alayhi vasallam Resulullah sallallohu alayhi vasallam onunğa mah ya Umar. Mah degan bulduqlar. Ey Umar. Ya to'xtar endi. Kuntu ahwaja ila an ta'murani bil wafa. Men qarzni ado qilavat deb buyurishga menbakrak muhtojdim deydi. Yani sen meni qarzni to'lavat deb buyurishingga men muhtojdim. Va kana ahwaja ila an ta'murahu bis sabr. Arabi sen uningga sabr qil deb buyurishingga muhtojdir deydi. Va fi ghamaratish shidda yanati shiddatlik xafalık ishida deydi. Gamarat degan xafalık, azob degan. Gamaratul maut. Gamaratul maut degan o'lim dahshatlari, azoblari deydi. Xafalıkları. Demak, shiddatlik xafalıklarda walamma lam takun al-islam shawka, islomning taqa kuch-quvvati yo'q chaqda, islomning taqa kuch-quvvati bo'lmagan chaqda, shawka degan tikan. Lekin bu yerda kuch-quvvati. Lam yufakkir fil hijrati ila al-habasha ma'a man hajara min sahbihi fayajid al-amn wa as-salama. Habashtonga hijrat qilgan sahobalar bilan birga hijrat qilib ketmagan. Hijrat qilgan bo'lsa, u yerda omonlik va salomatlikni topibdi. Xotirjam tura oladi. Lekin Makkada qilishni tanladi dedi. Inna nabiy sallallohu alayhi vasallam safa tab'uhu, tabiati sap bo'lib ketgan. Va naqa damiruhu, vijdoni tazlangan. Va tahurat aqidatuhu, aqidasi pak bo'lgan. Va shug'ila yoki shag'ala mundu kana yafi'an balag'atga yetmagan chaqlardan tortib degan. Yafi degan balag'atga yetmagan chaq. Balag'atga yetmagan chaqdan tortib bil bahth an hidoyatin nas. Xalqni hidoyatga boshlash, yetaklash, to'g'ri yo'lga yetaklash yo'lini izlash bilan mashg'ul bo'lgan. Va lam yusharik qattu qawmahu alladina nasha'a ma'ahum. Billa o'sib etilgan ash qavmi bilan unda ishlarga qatnashmagan deydi. Butun faoliyatlarda unda billa bo'lmagan. Va lam yu'azzim alihatum. Ularning ilohini ulug'lamagan. Aw yujarihim fi awhamihim. Yoki ularning vahimalari har turli xato aqidalar deydi. Shuningda ular bilan billa minishpamigan. Jari degan billa yugurishpadigan. Jari. Jara degan yugurdi. Jari degan yugurish degan. Aw yukhalithum fi ihtifalatihim mu'adatihim. Yoki ularning urf-odatlari har turli tabriklash munosabatlariga aralashmagan. Va bug'adat ilayhil vataniya. Uningga butparastlik o'ch ko'rsatilgan. Butparastlikka o'ch qilingan Rasululloh. Va huwa fi madarijis saba. Ya'ni u taqa sabiylik palampaylarda o'sib ketilayotgan chaqdalam butparastlik uningga o'ch ko'rsatilgan, o'ch qilingan. Va lam ya'kul mimma kana yuzbahu min qarabin qawmihi. O'zining qavmi qurbonlik qilib bo'g'izlagan narsalardan yeb boqmagan. Va lam yuqarib min ismil jahiliyat shay'an. Jahiliyatning gunoh, ma'siyatlaridan hech qanday bir gunohni qilib boqmagan. Va lam yuqarib degan jinoyat ishlamadi degan bu.
Fesiratu demek onunki tercümali, yürüş tarihi. Kema yakın İmam Muhammed Abdu aytgandek ve ahvaluhu demek tercümali bütün ahvali qablan nübüvveti ve ba'daha peygamberlik ilişkin ilgiri ve keyinki ahvalları ve hulukuhu el-azim ve katta ahlak faziletleri aqwa delilin ala sıdkı nübüvveti. Bunun peygamberlikinin en küçük delili, yani peygamberlikinin rastlıkının en küçük delili. Yani Resulullah'ınki ahlak fazileti bütün tercümalı Resulullah'ın peygamberlikinin ispatıdır. وصدق الجاحظ إذ يقول جاحظ'ı biz yukarıda söylüp ötken. Çok edebiyatçı İslam yazıcılarının birisi Mu'tezile'den doğan. Jahiz ras etkan dedi. İz yaqul muşunda diye vaqtida dedi. Fi risaletillahu yezkuru dalail nubuvvati. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlikinin delilleri hakkında to'xtalgan bir risalesida muşunda diye vaqtida haqiqatan ras etkan. Ve ayetun ukhra dallatun ala sidqihi ya'rifuha al-khassa. Xas bilimlik ziyalilar, ulamalar, okumuşluq kişiler biladigan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning payg'ambarligining rostligiga dalil bo'la oladigan bir dalil deydi. Va mata zikratul khassatu fal 'ammatu fi zalika mithl khassa. Endi shu xavoslar tilga ilingan chaqda, ya'ni xavos deganimiz shada ziyalilar, mutafakkirlar, bilimlik, okumuşluq kişiler bularni tilga olsak, mushu sahada hozir biz demoqchi bo'lgan mushu dalil nisbatan umumman hammasi o'xshash. O'qimishlik bo'lsin, o'qimishlik bo'lmasin hammasi o'xshash. U bo'lsin, u dalil nima? Yal axloq val af'al allati lam tajtama' li basharin qat qablahu va la tajtama' li basharin ba'dahu. İlgiri hech qanday bir insonda tepilib boqmagan, jam bo'lmagan axloq fazilatlar va ish harakatlar deydi. Va bundan keyinmi hech qanday bir insonda jam bo'lmaydigan axloq va ish harakatlar. Adette başka insanlar birer ahlakta meşrular tunulganları var. Mesela şecaatli bilse, sehlikli bilse, yanıcısı bilse, rastçılıklı bilse bunda. Mesela jigime ahlak bilse, jigime ahlakta, jigime adam belki her birisi aşında bir ahlakta tabi belki yitilip tunulgan bolsa mümkün. Lekin hem ahlak tam yitilgini Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun üstü ahlakta yitilgan kılmay, bütün iş hareketleri aşırı ispatlanmalılar. Lem yekun fi asr Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve la ma qaraba evvelehu ve ahirehu men şabahahu fi fadlihi ev fi'lihi ev kavlihi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında, devirde, ya ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in devrinin başlanışına yakın boğan vaxtlarda, ya ki devrinin ki ahirki zamanlara yakın boğan, ondan keyin kelgen devirlerde demekçi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning fazilatiga, sharikatiga va so'ziga o'xshab qolgan odamdan birisi yo'q. Innahu kamilul xilqa. Rasululloh mukammal yaratilgan bir zot. Salimul fitra. Tug'ilma tabiati sog'lom. Zakiyul fuad. Yuragi, dili hushyor edi. Zakiy degan o'sha hushyor. Pak degan bo'ldi odatda. Zakiyun nafs. Ruhi ma'naviyatimi shunda chechan, hushyor, pak. Qawiyul bayan. Ifodalashda kuchli. Awfa jawami'al kalim. En mol mazmunluq sözlerini keltirgen, to'liq keltirgen demek. Yani ufiye jawami'al kalim. Yani en mol mazmunluq yig'inchoq ixcham so'zlar berilgan, to'liq berilgan. Ufiye degan to'liq berilgan. Abqariyur ra'yi, ko'z qarash jihatdan, ra'y jihatdan favqulodda talantli. Abqari degan talantli. Sadiqul firasati. Firasati to'g'ri chiqadigan. Mu'azzizul iffati. İffati vel bar, yaxshiligi, tavodu, kamtarligi, zuhd degan dunyoni tashlab oxiratni ko'zlashi va rahma va rifq. Rahma degan rahimdillik. Rifq degan muloyimlik, shafqat, bag'ri yumshoqlik. Vel adl, adolatli va sidq, rostchilligi, vel jud va saxiligi boshqalarni ojiz keltirib qo'ydigan. Yani boshqalar uningga yaqinmi kelolmaydigan bu. Muazzizligini ojiz qo'ydigan, chorasiz qoldirdigan. Walau istaqra al-katibuna shamailahu lama balagu minha illa qalila. Navoda yozuvchilar uning mushu go'zal axloqlarini birdan-bir sirib tashkillamlab qolsa, uni to'liq egallab bo'lmagan bo'ladi. Faqat az bir qismi egallay oladi. Chunki bu nurg'un. حدثوا عن تواضعه مثلا انه كان يخدم اهله. Mesela yazgıçlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in kemterlik hakkında
so'zlab manda degan masalan. Annahu kana yaqdimu ahlahu. Oila xotin balchaqlarning xizmatini qilibdi. Va yaqsifuna alahu. O'zining kashini o'zi yemaydi, tikibdi. Va yahlibu shatahu. O'zining uydagi qo'yni o'zi sig'ibdi. Va yarqa'u thawbahu. Kiyimini o'zi yemaydi. Va yanamu alal hasiri. Yani bo'rdan ustida uxlaydi. Hasir degan bo'ra. Va yattakhidul wisadata min al-lif. Yana daraxt talalardan yasalgan yastiqda yatibdi. Yani yada yattakhid degan yastiqni daraxt talalardan qildiribdi degan ma'no. Va qila fi ba'd zuhdi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dunyoni ko'zla oxiratni ko'zlashi haqida, zohir haqida bunda deyildi dedi. Innahu kana yahya huwa va ahluhu hayatan khashina. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'zi va oilasi tabiati nati jirik turmush kechirdi. Qattiq qo'pol turmush kechirdi. Qad yadiqu biha al-fuqara. Hatta faqirlarni qattiq siqilgan bir turmushni yashaydi. ولما نصره الله ورد عنه الأحزاب الله تعالى onunla nusratni berib bütün ittifoqdosh bo'lib kelgan dushmanlarni oqiga chekindirgandan keyin va fataha alayhim nadira va qurayza ay bani nadir va bani qurayza qabilalarining diyorlarini unga fath qilib bergan chaqda zanna azwajuhu annahu ikhtussa bi nafa'is al-yahudi va dakhairihim rasulullohning ayollari rasululloh unda yahudilarning butun dunyo qimmat mal dunyolarga erishdi deb o'ylab qoldi dedi. Yahudilarning nafs deb dunyolari to'plagan mol-mulklari zakayr degan. Rasululloh mushin xat'i bo'lib ketdi deb o'ylab qoldi. Taqa'adna hawlahu wa qulna lahu shuna atrofini cho'dab o'tirib Rasululloh deydi. Banat Kisra va Qaysari fil huliy wal hudal. Kisra bilan Qaysarning qizlari oltin zibzinlar shunda isl kiyim-kechaklarda yashayotdi. Huliy degan zibzinlar, hudal degan bir qur kiyimlar. Va nahnu ala ma tara min al-faqati wad-diq. Biz bo'lsak o'zi ko'rib turiblarmi? Shunda namratlik va qiyin turmushda yashayapmiz. Faqa degan namratlik, diq degan siqilib yashayapmiz biz. Va idzaka awja'nahu wa adaynahu. Shu chaqda mana Rasulullohning ayollari unga alam qildi dedi. Awja'nahu degan sonlarni azab qildi dedi. Hayna ragibna ilayhi fi tawsi'ati halihinna. O'zining hol turmushini sal kantashaq birishni talab qilgan vaqtida, xohlagan chaqlarda, ya'ni uningdan talab qilgan vaqtida ragibna ilayhi degani. Rasulullohdan hol turmushini sal azob qilib bersan deb talab qilgan vaqtida Rasulullohning ko'nglini og'ritib azab berdi. واشتد غضبه وحزن حزنا شديدا غضب o'rlab ketib nati qattiq qayg'urdi va hajarahunna shahra ularni bir oy tashlabdi bir oy ayollarga yaqin kelmayman deb qasam qilgan Rasululloh hatta zannal muslimuna annahu tallaqahunna hattoki musulmonlar Rasululloh ayollarni taloq qilib o'tibdi deb o'ylab qoldi washtadda harajuhum hatta nazala qawlu ta'ala ularning siqilishi qattiq ig'irlab ketib Ahir Resulullah'a müşahit nazil kılındı dedi. Ya eyyün nebi, ey peygamber, kulli ezvacike, hutun balçaklarını degen, in kuntunna turidnal hayatı dünya ve zinetaha, sizler dünya hayatını ve onun zübzünletlerini halaydıgan bolsanlar, feta'aleyna, kilanlar, umetti'ukunna ve usarrihkunna sarahan cemilen, sizlerine tazı bahraman kılay dünya hayatını. Ve sizlerine sırayla su koyutay, sarah diyen koyutiş. Şu atlaka sarahahu deydi o. وإن كنتن تردن الله ورسوله أجر الله والله رسولنا والدار الآخرة وآخرتنا خالصا الله فإن الله عد للمحسنات منكن أجرا عظيما الله تعالى سلردن خير إحسان قيغوچلاغا محسن بوغوچلاغا ناكتا أجر تيارلده demek ayollarga ixtiyorlikni tanla ya men bilan shunday hayot yashaydigan shuni tanla yoki men esa turmushda yashaydigan odamda men bu turmushga bo'lolmayman desam o'sha xatoni beraydi albatta ayollardan shuni tanlash hammasining ko'z qarashini olibdi hammasi Allohning va Rasulini tanlaymiz deb ma'no va yuhaddithu Umar fayabki Umar shu chaqda ayol bir oy yaqin kelmayman deb boshqa bir kep öysir bu tançalıda Resulullah sallallahu Hazreti Ömer kirip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sonra Resulullah onun kanında ve ma yubki nimi jiglaysa feyaqulu ya Resulullah Ömer dedi
Ya Resulullah inne Kisra ve Kaysar fîmâ hum fîhî. Kisra ve Kaysar aşunda yaşayotgan huzur halavat aşunda bir rahat parağatda turutuptu. Ve ente Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem özleri bolsa Allah'ın peygamberi. Ve hadal hasir kad asara fi cembik. Ma bora senin beqillerge iskirutuptu. Ve hadihi hazanetuke manmu senin ambalari. Açlık koyduğun kullan bir keppe geçirip yatka Resulullah. Ve hadihi hazanetuke la ara fiha illa ma ara. Bunun da fakatlanmış gözden köreyatkan müjnatını gördüm. Bir yerde fakatlan bir tire ya bir bora yani bir istilik bir narsa. Tulum boluşunken ya bir kalkandak bir narsa oluşunda bir narsa istilik. Başka hiç mi yok? Şu bora var. Udu'ullaha en yuvassa ala ummetik. Allah Teala'ga dua qilgan bo'lsa, ummatlarga dunyoni keng tashabbur etgan bo'lsa, fa inna farisa va rum, chunki Iran bilan Rim qad wassa'allohu alayhim. Allah Teala ularga keng berayotgan. Va atud dunya va hum la ya'budunalloh. Ular Allah Teala ibodat qilmasa, butun dunyo birlik ketgan Allah. Şunu bizga bu duo qilsalar, bizning Xudoyimizga bata. Va kana nabiy sallallohu alayhi vasallam muttaki'an fajalasa. Rasululloh aslında yasib qo'yilib yotgandi. Magablanlar vücudu açıcıl Rus'ta dedi. Ve kâle eva fî şekkin ente yabnel Hattab. Hadi kupallarak yapıldı bana. Hattab'ın oğlu falanın balısı diyene meyada kupallarak yapıldı. Eğer künnevler çağırırsa bu sel izzetlab silak yapılıştı ibarette. Hattab'ın oğlu sen şekte okşamamsa nime derse fi ennet tevessu'a fil ahire hayru minnet tevessu'a fil dünya. Ahirette kan taşa nazimetini biritiş dünyada keng taşa mal dünya birvetishdan afzal ekanligida shakka o'xshamamsa inna ulaika qawmun qad ujjilat lahum tayyibatuhum fil hayati dunya. Ular shunda bir qavmlarki ularning eng yaxshi erishilgan narsalari tayyibatumga nazimatlari erishilgan narsalari dunyoda oldirab bilan biritilgan. Ha bir oyat bor. Azhabtum tayyibatukum fil hayati dunya wastamta'tum biha فاليوم siz dünyada bütün yediğin, içiğin, bütün ucuralarını hep buldunlar. Ama dünyada sanırım yok, değildiğinler. Ela tarda en tekune lahumud dünya ve lenel ahire. Ulağa dünya ular, bizge ahiret bolsa, bunun razı olmamsa. Ve an adlihi qalu. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in adalet perverliki, adaleti hakkında yazgıçılar bunda deyişti. İnnehu addala sufufa ashabihi yevmi Bedir. Bedir gazeti boğan çağda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelerinin saplarını, cancılarının, mücahitlerinin saplarını rüsluğan dedi. Ve fi yedihi sahmun yuaddilu bihil kavm. Kulübe bir ya okuya. Okuya. Aslında okudum bir ne yani bir tayak değil mi? Şu uçluk, şu tümü var mı? Bitti var. Aslında tayaktım bizne tutup cancılarını rüslat dedi. Sen aldırı çıkan, kıngır tuğalını rüslu da bunda nukup koydu. فمر بسواد بن غزية. sonra Savad ibn Ghuzya'nın kaçta ötüp kaldı. Bu Halif Bani Adi ibn Neccar. Bani Adi cemaatinin ki ittifaktaşıttı bu. Yani bu baş kabilinin boluşu mümkün. Lakin aslında ittifaktaş. Bu cemaatke ittifaktaş demek. Ve huve haricun min as-saf. O settin saat aldığı çıkıp dururken. Settin işi tutmay, hata tutmay, aldığı çıkıp geldi. Fata'anahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bis-sahmi fi batni. Şuna Resulullah onu qo'sqiga Yaqub'a munda nuqib qo'ydi, sanjib qo'ydi. Sanjib dedi, "İstavi ya Savad ibn G'uzya." G'uzyaning o'g'li Savad Rusto. Masabda sabni Rus qilib tug'an demak. Faqala ya Rasulullah awja'tani. Shuna u debdi, "Ya Rasulullah, mening qo'sqimni o'rtatdilar. Va qad ba'athaka Alloh bil haqqi fa'aqibni." Alloh taolo sizni haq adolat bilan evatgan. Unda bo'ladigan menga qisas yapaslar. Aqid bergan, mening qisasini yapaslar demak. Qavat degan qisas bilish. فكشف النبي صلى الله عليه وسلم وقال استقد مني. Şunlar Savat'nınki qusqa o'chgan, yalang'achgan. Kinusini o'qmabgan. Yalang'ach qusqa o'qitgan. Şuna Resulullah'ın kiyini ispat, qusqini ispat dedi. Ve qala istaqid minni. Mendan qisasili olgan. فاعتنق النبي صلى الله عليه وسلم وقبل بطنه. Şunlar Savat Resulullah'ını quchoqlab qo'rsqini so'yib oldi. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما حملك على هذا يا سواد. Savat nima shunda qilding? Buda qilishing nima sabab bo'ldi deb so'rabdi. Faqala ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hadara matara. Ya Rasululloh o'zlar ko'rib turgan mushu ahvol kelib qoldi. Hozir endi ya o'lim ya ko'ram oldida biz. Falam amanil maut.
men unda o'lmay saqlanishimni ko'zam yetmaydi. Yani o'lish ehtimoli bor. Yani o'lamdan xotirjam emas bu ahvolda. فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. Şuna benim ahirki, muş hayatımki ahirki pey, ben muş dünyada en ahir tiga işim, yani en ahir vidalaşka işim, benim muş tiremnin sılının terilerine, benim tenimnin sılının tellerine şunda bir tigişi, boş iken, dep şunu halap kaldım dedi. فَدَعَى لَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَقَالَ لَهُ خَيْرًا. Şunlar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla dua kıldı ve yakşı gep kıldı dedi. İnne nebiyye beşerun. Hakikaten peygamber mi? Bir insan. Velakinnehu fevkal beşer. Lakin adetki insanlardan üstünlüğünde bir insan. Ve la yablugul kavlu min beyani ahlakihi al-gar. Onun nurana, gar degen nurana. Gurran muhaccilin dedik o. Kaçta atlımı, karasını agar dedik o. Nurana ahlakını bayan kılışta gepsiz onunla yeterlik bulanmaydı. Ve şemailil hasan, güzel ahlak faziletleri. Şeyen, hiç nime bulmaydı, gepsiz, hiç nime masını oldu. Kıfaya kılmaydı. Ve ma tatavala amalil mediha ila ma fihi min keremel ahlaki ve şiyemi. Tatavala diyen boyun suzup, bunda uzadı diyen buldu. Tavil diyen uzun diyen buldu. Tatavala diyen buldu, uzun bulaşık terişte demek. Demek benim arzu almalarım, benim medileşke arzu almalarım deydim. Şunda küçük baksıma, boynu suzap, uzurap baksıma, ila ma fihi min keremel ahlak ve şiyem. Aş zatı boğan, isil ahlak faziletler ve huluk micazlar. Şiyem degen, şeymeninki, köpke, yani huluk micaz diyen tabiat. Aşağındaki aşında güzel tabiat, güzel ahlak fazilet. Aşağınınga, şunda tirişip baksın, küçük baksıma, onunla boyu yetmeleri demiş. وَمَا نَجْنِي إِلَّا الْحَسْرَاتِ. Necni diye usul alımız. Biz fakat lan hasrat nadametla usul alımız dedi. Kaçan? حِينَ نَنْدُرُ إِلَى سُمُوُ الْقَائِدِ. Biz aşı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem boğan aşı rehber dahi kumandanının üstünlüğüne şunda karayılgan bolsak biz hasrat nadamet onunla yani çıkımda biz küzümüz yetmeydi demek. Sıratul mülk bağı o huve hasir. Kayıt gözden mesela koyasını köremende şundan öpbasam o kızdan yana yumulup kaladı o koyasının unusunu köremeyse. Şundan nur küçük olan iken. Demek biz fakatlama aşında kurup kayıt kalımız demek. Şunda karagınımızda kurup kayıt kalımız. Ve di'ati kethirin men ca'a ba'dahu. Ma sumul qadigan ma dahininki Resulullah'ın üstünlüğü karagınımızda yana onundan kin kelganlarning to'lligiga qarag'inimizda dedi. Da'a degan past to'n nima? Va da'a degan qo'ydi. Da'a degan unda past holatga. To'lligi demak. Kama ahwajal muslimina ila an yanzuru hadhihi as-safhat al-mushriqa. Shunga ta'zgamsha shunga musulmonlarning mushu nurana nurchi tutgan mushu sayfilarga qarab mushundan foydalanishga nurga muhtoj. Ata yaqbisu min nura. Shunda qarab o'qsa balki uning nuridan bir cho'g'ni ola olishi mumkin. Ve nahju nahja nabiyihim biha. Aşu sayfilardaki peygamberninki tutqay yo'lini tutishga nimaga muhtoj? Yoki aşu nurdan bir parcha apqala yoki Rasululloh aş sayfilarda qanday yo'l tutgan bo'lsa, bularni Rasulullohning payg'ambarninki yo'lini tutib qolar. Hatta yaxlusu min fitanin kaqita'il layl. Kechining parchalaridek bir baş karangılıktak bulap ketken muşunda fitne fasatlardan kurtuluş için ve yevmen nuracu anfusana biz özümüzne şunda bir qayta müracaat kılgan bolsak yani müracaat degan özümüzni qayta bir tekshirib ko'zdan kechiradigan bo'lsak sanasiru inshaalloh ila izzin ba'da dhullin Allah xolisa pat yaqinda biz xarliqdan keyin kelgan izzatga erishishimiz mumkin. Zul ve emnin ba'da xavf qo'rqinchdan keyin xotirjamlikka erishishimiz mumkin. Ve sa'atin ba'da diqin qiyin tar siqilgan turmushdan rahat farog'at kang azobchilikka erishishimiz mumkin. Yani haju lahja nabiyyin bihadin yo'l tutdi. Belki ular aşı Resulullah aş sayfilarda qanday yo'l tutgan bo'lsa, aş yo'lni tutib qolar. Bihar sayfida adamlar. Şunu girelim ki.
Men bunda qarab baksam shu sayfiga tushdi ekan. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka va atubu ilayk.